Usta bo'lish oson emas akalar, to'g'rimi? Lekin bu kasb rostdan zo'rda. Qilayotgan ishinglarni ko'rib, odamlarning uyida quvonch bo'lishini bilsanglar, boshqa gap kerak emas-da. Har bir plitka, har bir devor bizdan yodgorlik. Farqi yo'q. U malyarmi, elektrikmi, santexnikmi, kafelchimi, quruvchimi, suvoqchimi qilayotgan ishi o'zi. O'zbekistonga kelib turali ruslar ishlagani patent topshirsa orzu qilishni ham yorib yuboraman-da. Orzuni jinnisi kelib qoldi, qarang. Shunaqangi paytlar kelsa-da, Amerika, Koreya, Germaniya rivojlangan davlatlar bor, Xitoy bunday saytlarda yozib chiqsa-da, BBC'larda mana o'quvchimiz O'zbekistonni nufuzli Adu universitetiga o'zbek tilidan sertifikat olib o'qishga kiribdi desa, "Voy bilat, miyasi kuchli ekan, O'zbekistonga o'qishga kiribdi" desa-da, keyin hali ko'chalarda jemni mashinasini minib yursa, "Voy blin" desa, hali Germaniyaning ko'chalarida tasavvur qiling, Berlinlarda-da mashinasini minib yursa, Cobaltda kelsa, "Voy, Cobalt otdi, voy, jentira nechiga bosar ekan" desa-da, hali qizchalar oldiga kelib, "Voy, Cobaltda bor ekan" desa-da, ne qiyshayib yonboshdan rasm o'tishsa, hali pozalarda turib olib, bizni mashinalar bilan. Onasini hepsi migrantlarimiz hali chetga chiqadi-yu, aylanib sayohatga chiqib, misol uchun ishgami borsa, bunday haligi aeroportdan kirganingizda pasport tekshirib, nimaga kelding, unaqa bunaqa deydi-yu. Pasportingizni bitta bersangiz, o'zbekligingizni ko'rib, dash savol bera olmasa-da, dimi qilib qolsa, bilat, O'zbekistonlik ekan, bilan elchixonasi piddat ishlaydi ular, onasini hepsi yomon qiladi. Xush kelibsiz, yaxshi boring deb kuzatib yorsa-da, voy onasini yemsin deyman. O'zbek tilidan sertifikat olgani haligi IELTS'ga topshirib, ana qilishsa, men hayolimda vashcha maza qilaman-da. Obro' bo'lsa-da, bilar. Lekin eng undan ham mazasi bor-ku, O'zbekistonga kelib turibdi. O'zbekistonga kelib turali ruslar ishlagani patent topshirsa-da. O'zbekiston patent topshirib gapirsa, nimaga keldingiz, unaqa bunaqa deb hali ishchilar savol bersa, ruslar javob bera olmasa, "Извините, я не знаю узбекский язык" desa, "Это ваша проблема. Bu yerda o'zbekcha gapirish kerak. Avval o'zbekchani o'rganasiz, keyin kelasiz" desa. Sertifikatga topshirsa, tasavvur qiling.